Assalomu alaykum. O'tgan darsimizda for sikli orqali chegarasi aniq bo'lgan ishlarni bajarishni o'rgandik. Lekin tasavvur qiling, hayotda hamma narsani ham chegarasini oldindan ma'lum emas. Masalan, telefonda o'yin o'ynaymiz. Siz toki yutkazguningizga qadar o'yin davom etadi yoki kompyuteringizga parol kiritayotganingizda to'g'ri parol kiritmaguncha tizim sizni ichkariga qo'ymaydi. Aynan mana shunday toki deb boshlanadigan jarayonlar bizga while operatori kerak bo'ladi. Xo'p, while so'zi ingliz tilida inglizchada toki davomida deb tarjima qilinadi. Uning yozilish tartibi 2 nuqta qo'yiladi, ya'ni while operatori kelgandan so'ng ma'lum qiymat shart berilgandan so'ng 2 nuqta qo'yiladi. Agar shart rost bo'lgan holatda, agar shart rost bo'lgan holatda uning ichidagi barcha kodlar qayta ijro etilaveradi. Qachonki shart yolg'on bo'lsa, sikl darhol to'xtaydi. Bu yerda eng muhim qoida bor desak ham mubolag'a bo'lmaydi. O'tgan darslarimizda aytganimizdek, cheksiz sikl degan tushuncha ham mavjud. Bu kompyuterni qizdirib yuborishi mumkin, dastur qotib qolishi mumkin. Buni oldini olish uchun bizga sanoqchilar kerak bo'ladi. Har bir aylanishda biz biror bir o'zgaruvchi oshib boryapti yoki kamayib borishini bilishimiz uchun. Xo'p, keling birdan 10 gacha sanaydigan dastur tuzib ko'ramiz. Oldin yozgan kodimizni o'chirib yuboraman. Shu ishchi maydonda boshlashim mumkin, yo bo'lmasam yangi ishchi maydon ochishimiz ham mumkin bo'ladi. Birinchi va ikkinchi darslarimizda bu haqida aytib o'tganmiz. New file mana bizga yangi ishchi maydon ochib beradi. Birdan 10 gacha sanaydigan dastur tuzishimiz kerak. Xo'p, shart bo'yicha. Xo'p, son ya'ni yoki birorta A, B, C dagi farqi yo'q, birorta o'zgaruvchi kirishsiz ham bo'ladi. Endi aniqroq bo'lishi uchun son deb oldim. 1 dan 10 gacha, ya'ni 1. Keyin shart qo'yamiz. While son katta bo'lishi kerak. Kichik bo'lishi kerak. 10 dan son 10 dan kichik bo'lishi kerak. Aytib o'tganimizdek while'dan shart berildi va 2 nuqta qo'yildi. Endi ichkaridagi sonni ekranga chiqaramiz. Ravoch stol ikkinchi uchinchida. Print ya'ni chiqarish buyrug'ini bermayapmiz. Endi ko'r. Mana siz ko'rib turganingizdek cheksiz bir sonni chiqarib boryapti. Buni qanday qilib to'xtatsak bo'ladi? Keling buni ko'rib chiqamiz endi. Hop, ko'rib turganingizdek cheksiz ravishda, ya'ni umrbod dezagan bo'laveradi. Bu dastur hattoki buzilishiga ham olib kelishi mumkin bunday holatda. Endi shuni misolda qiyinroq masalada ko'rib o'tamiz. Ya'ni realroq misolda foydalanuvchi stop so'zini yozmaguncha u yuborgan har qanday so'zni qaytarib beradigan dastur tuzamiz. Bu xuddi botlarni ishlash prinsipiga o'xshaydi. Bu yerda biz shartga xabar
ya'ni stop so'zi xabar kiritishimizni so'ragan paytimizda stop so'zini yozmasa, dastur sizdan qayta stop so'z yozishingizni so'raveradi. Hop, boshlaymiz. Birinchi ekranga chiqarishimiz uchun savol. Tenglik va ekran tenglik. Ekranga biz tekshirayotgan paytimizda tushunarli bo'lishi uchun so'z kiritib olamiz. Ya'ni foydalanuvchi kirgan paytda undan so'z kiritishini so'raydi. Endi namuna uchun yozib olamiz. So'z kiriting. Va qo'shtirnoq yopiladi. Ikkinchisi qiymat. Tenglik, ya'ni qiymatga so'z kiriting degan paytimizda foydalanuvchi o'zi birorta qiymat kiritadi. Buning uchun biz yana qo'shtirnoq va probel tashlaymiz. Bo'shliq va while funksiyasini yordamga chaqiramiz. While qiymat o'zgaruvchisi teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni tenglik stop so'ziga. Va ikki nuqta. Print agarda stop so'zdan boshqa so'z yozsa, ekranga foydalanuvchi uchun xatolik deb chiqarib berishini so'raymiz. Foydalanuvchi to'g'ri so'z yozmagunga qadar dastur xatolik deb chiqarib beradi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Mana berib bitta qo'shtirnoq qoldi. Run. Qiymat berdik, while berdik. Bu yerda shart qo'ymadik. Agar qiymat teng bo'lsa stopga stop o'ziga yozish kerak emas. Stopga print xatolik deb chiqar. Hop, endi bunisiga qiymat tenglik input savol. Ya'ni qiymat stopga teng bo'lsa savolni chiqaradi. Agarda qiymat stopga teng bo'lmasa, xatolik bor deb chiqarib beradi bizga.
Agarda mana shu if while operatorlardan foydalangandan keyin ikkita nuqta qo'ymasak, bizga xatolik deb beradi dasturimiz. Keyin mana bu print while ichida bo'lib qolgan. Bizga if da ichida bo'lishi kerak. Shuning uchun buni ichkariga kirgizamiz. Shunda ifning ichida ketadi. So'z kiriting. Salon. Xatolik. So'z kiriting. Yana nimadir so'z. Bu shu tarzda ketaveradi qachonki biza stop so'zini bunga yozmaganimizcha. Mana ko'rib turibsiz, endi tugadi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha